Aziz do'stlar, bu yo'g'on ichagimiz tomirdan qon oladi. Demak, yuqori tutqich arteriyasi va pastki tutqich arteriyasi. Mana shu ikkita arteriya butun yo'g'on ichakni qon bilan ta'minlab turadi. Bu arteriyalar sohasida, yonida kichkina nerv tolalari bu yo'g'on ichakni vazifasini bajarishga. Asosan peristaltika deb aytamiz biz. Peristaltika degani ichak mana shunaqa mayatika obrazniy ishlashi natijasida axlatni bu o'z joyidan siljitib ko'chiradi. Demak, axlat bo'tga tushgandan keyin bu peristaltika natijasida axlat tepaga qarab yuradi. Uni hech qachon odamning o'zi boshqarmaydi, miya orqali boshqarilmaydi. Ya'ni tabiiy holatda mana shu nervlar orqali bu axlat siljib pastga tushadi. Va bu axlat yig'iladigan joy, yig'ilib to'lib turadigan joy bu to'g'ri ichakda yig'iladi va bu ma'lum bir vaqtda ertalab kechqurun inson zotida defekatsiya jarayoni deydi. Ya'ni axlatni chiqarish jarayonida mana shu to'g'ri ichak ishtirok etadi. Endi nervdan bo'ladigan ich qotishlar aksariyat holatda uzoq muddatli yillar davomida kelib chiqadigan muammo hisoblanadi. Bundan tashqari, yo'g'on ichakda bo'lishi mumkin bo'lgan kasalliklardan bittasi bu uni uzayishi, kattalashadi. Dolika kolon deb aytiladi. Uzayish jarayoni aksariyat holatda tug'ma yoki orttirilgan bo'lishi mumkin. Tug'ma kasalliklarda bu yo'g'on ichakning bir qismini taloq sohasiga yoki jigar sohasiga yopishib qolishi natijasida uni o'tkazuvchanligini buzilishi natijasida uni pastki qismlaridagi ichakning kengayishi va uzayishi kuzatiladi. Demak, bu tug'ma bo'ladigan bo'lsa, bu yoshlikdan rivojlanadigan dolika kolon hisoblanadi. Yoshlikdan. Tug'ma holatlarda biz aytamizki, bu nerv hujayralarining to'liq ish faoliyatini buzilishi yoki yo'g'on ichakning ichidagi mana shu nervdan kelayotgan hujayraga ta'sir qiladi. Nerv hujayraga ta'sir qilgandan keyin hujayra ichakning peristaltikasini ta'minlab beradi. Demak, yoki bu ichakda peristaltika qiladigan hujayralar yo'q, yoki bo'lmasa nerv bilan ta'minlaydigan yo'nalish yo'q, yoki nervi o'zi o'lgan hisoblanadi, yoki nerv bilan ta'minlanishi buzilgan hisoblanadi. Demak, ikkita asosiy sabab ich qotishiga olib keladigan, ya'ni kolostazga olib keladigan yoki dolika kolonga olib keladigan eng asosiy sababdan bu ikkitasi. Birinchisi innervatsiyasining buzilishi, ya'ni nerv tolalarining o'lishi yoki uni yetishmasligi natijasida. Ikkinchisi bu ichakni o'zida nervdan qabul qiladigan vazifani bajaruvchi hujayrani bo'lmasligi. Mushak hammasida bo'ladi. Mushak ichaklarning o'zida hammasida bo'ladi. Demak, asosiy bizda ich kelishini qotishini yoki ichak peristaltikasini buzilishiga asosiy sabab, demak, yana bir qaytarib o'taman, bu uni nerv bilan ta'minlanishini buzilishi, ikkinchisi nerv bilan ta'minlangan taqdirda ham ichakning o'zidagi o'sha nerv reaksiyalarini qabul qiladigan hujayralarning yo'qligi yoki ularning kamligi natijasida bizda ichakning yurishida buzilish yuzaga keladi. Ichakning yurishida buzilish qanaqa namoyon bo'ladi? Bu ich qotishi, farzandingiz yoki kattalarda ich qotishi, haftalab ich kelmasligi, 3 kun 4 kunlab ich kelmasligi va qorinning dam bo'lishi dispeptik holat. Dispeptik holat oshqozon ichak traktida yuzaga keladigan har qanday noxush holatlarni biz dispeptik holat deymiz. Bu bemorlarda aksariyat holatda ovqatni yo'maydi, yesa ovqat hazm bo'lmaydi, ich kelishi buziladi. Masalan, 7 kunlab, 3 kunlab, 4 kunlab ich kelmaydi. 3 kundan keyin ujubda ko'pga chidolmaydi, undan keyin u senadeksin ichishi boshlaydi yoki klizmalar qilishni boshlashadi. Qanaqadir bu astmatik ichak yurg'izuvchi dorilar qabul qilishi boshlaydi. Bular magneziya, pikalax yoki jufalax kabi dorilarni qabul qilishi ma'lum bir miqdorda o'sha jarayonda majburlab ich kelishini ta'minlab berishadi. Endi bu dorilar qanaqa qilib yo'l bilan ta'sir qiladi organizmga? Bu pikalax ichyapsiz, senadeksin ichyapsiz, jufalax ichyapsiz yoki magneziyalar, bular hech qaysi nerv bilan ta'minlab bermaydi. Bu axlatimizni konечный счете mana bu yoqqa yetib kelish kerak. Lekin bizda shunaqa joy borki, mana shu joyda innervatsiya buzilgan. Innervatsiya, ya'ni nerv bilan ta'minlanishi buzilgan. Mana bu nerv bilan ta'minlanmagan qism hisoblanadi. Yoki bu spazm holatda turibdi, yoki umuman peristaltika yo'q, harakat yo'q o'sha joyda. Demak, bu joyimizda o'zini harakati bilan axlatni mana shu joyga olib keladi. Lekin bu joydagi ichak ishlamagani hisobiga, peristaltika bo'lmagani yoki nerv bilan ta'minlanmagani hisobiga mana shu joydan axlat o'tmaydi. Hamma axlat mana shu joyda yig'ilib yotadi. Qachonki siz jufalax, pikalax va hokazo ichak axlat bosimini ko'paytiradigan preparat qabul qilganingizdan keyin bu joyda shish yuzaga keladi, shishadi va kuchli
bosim ostida, mana shu ichak bosim ostida mana bu joydan protalkivать qiladi, ittarib mana shu joyga yetkazib oladi. Bu vaqtga 1 kun, 3 kun, 7 kungacha vaqt ketadi. Tushuntira oldimmi? Demak, innervatsiya buzilishi natijasida bu axlat to'g'ri ichakkacha yetib bora olmaydi. Demak, asosiy muammo mana shu joyda. Endi agarda bu uzoq muddatli davom etadigan jarayon bo'lsa, uzoq muddatli axlat turib qolish problemasi bo'lsa, yo'g'on ichakda turli xil muammolarga duch kelishi mumkin bu bemorlar. Birinchisi bu o'tkir ichak tutilishi yoki bo'lmasa yo'g'on ichakning ingichka yo'g'on ichakning o'z o'qida aylanib qolishi, axlatli peritonit degan kasalliklarga olib kelish mumkin. Bundan tashqari, shilliq qavatda har xil poliplar, o'smalar, eroziyalar va hokazo muammolar duch kelishi mumkin bu bemorlar. Bu bemorlarimiz aslida aksariyat holatida doimiy ravishda senadek sen ichib o'zini bemorlar mana shu bilan hayot kechiraman deb yurishadi. Ayol kishilarimiz bu muammo bilan murojaat etishga uyalishadi. Lekin men sizlarga aytamanki, bu muammoni cho'zmasdan agar siz yillar davomida qiynab kelayotgan bo'lsa, siz bizga murojaat etishingiz mumkin. Biz sizga imенно patofiziologik, ya'ni o'sha jarayonni tiklashga yordam beramiz.